Assalomu alaykum. Biz issiqxona egalariga nima taklif qilyapmiz? Biz 7 ta, 8 ta issiqxona egasi va bitta eksportyorni bitta yuridik shaxs kooperativ sifatida birlashtirishni taklif qilyapmiz. Kooperativ ichida vazifalar bo'lib olinadi. Eksportyor ichki bozor va eksport mijozlarini topadi, brendni rivojlantiradi, daromadni oshirish ustida ishlaydi va zarur bo'lsa agronomlarni jalb qiladi. Issiqxona egalari esa faqat sifatli mahsulot yetishtirishga e'tibor qaratadilar. Kooperativ bilan ishlasam, narxim bozordan yuqori bo'ladimi? Ha, bu bizning maqsadimiz. Biz jamoa sifatida eng yaxshi, ishonchli va yuqori to'lov beruvchi mijozlarni topamiz. Vositachilarsiz kooperativ nomidan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilinishi sababli sizning foydangiz oshishi kerak. Agar menda o'zimni mijozlarim bo'lsa, ular bilan sotishni davom ettira olamanmi? Ha, masalan, siz 50 tonna pomidor yetishtirasiz va eski mijozga 40 tonna sotishni va'da bergansiz. Birinchi mavsumda kooperativga 10 tonna bilan qo'shilishingiz mumkin. Keyingi mavsumlarda esa butun hosilingizni taklif etishingiz mumkin. Kooperativga qo'shilish uchun nima qilishim kerak? Avvalo kooperativga ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Buning uchun ushbu Pomidor kooperativi Telegram akkauntiga yozing va quyidagi ma'lumotlarni yuboring. To'liq ismingiz, joylashuvingiz, viloyat va tuman, issiqxona maydoni, sotix yoki gektar. Shundan so'ng biz siz bilan bog'lanib, keyingi qadamlarni bosqichma-bosqich tushuntiramiz. Agar siz qo'shilishga qaror qilgan bo'lsangiz, hoziroq bizga Telegram orqali yozing. Buning uchun Telegramda Pomidor kooperativi deb terishingiz kerak va o'zingiz haqida ma'lumot yuborishingiz kerak. Agar siz loyiha haqida yana ko'proq eshitmoqchi bo'lsangiz, bizning YouTube videomizga o'ting. Havolani videoning tavsifida qoldiramiz. Rahmat.